Laqani ushlab deyishyapti. Jabrasiga qo'lingiz tiqmang, jabrasiga. Ha. Laqa hozir yoniga o'taman. Akamiz laqani ushlabdi. Haligida tashlagan katta laqamiz. 10 kilolik laqa. Hozir yana qo'yib yuboramiz bu laqa. Laqam 10 kilolik laqani ko'tarish ham qiyin. Haqiqatan oson emas ekan. Bunaqasini so'rmagandek hali. Mana. Ha laqa. Pulli bo'lsa. Pulli bo'lsa tushganda. Voch jonivor. Sekin qo'yib yuboramiz. Mana 10 kilo tepasidagi laqa mana akamiz ushladi, mana qo'yib yuboryapti o'zi mana. 500 ming so'm mukofoti bor, sotib olayapmiz 500 mingga akamizdan. Qo'yib yuboring. Ketdi ana, omadini bersin. Ana akamiz laqani ushlagani uchun 500 ming so'm pul beryapmiz, sotib olayapmiz laqani. Bitta sanab qo'ying pulni, to'g'rimi aka? Aka, rozimisiz? Rozi bo'ling. Barakasi bersin akani. 500 ming so'm akadan sotib oldik laqani, omadini